Van Damme tasavvur qilinglar, yarra bosib yotgan Van Damme pikiga chiqdi. Ya'ni soatiga 100 ta, 120 ta so'zlarni indamasdan yodlab tashardim. Germaniyadagilar uchun Sprechenni rivojlantirishga alohida ikkitaman. Ein guter Papagei auf Deutsch reden. Qo'lbola erib yonib ketyapti. Endi aytamiz die Hölle. Die Hölle. Ya'ni Hölleda bitta siz o'sha tushuntirishga harakat qilishingiz muhim, bitta siz nemischa gapirishga harakat qiling. Va ozgina Mit Leuten zu liebe sprechen. Kinder, das braucht ihr nicht haben, um Himmels Willen. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar YouTube blogimda ko'rib turganimdan xursandman. Bu video darslikda biz sizlar bilan eng kerakli nemis tilini o'rganishda bizga eng foydali bo'ladigan narsalarni o'rgataman. Sababi hozirda C2 Goethe imtihoniga tayyorgarlik ko'ryapman. O'zim Sprechenni oshirish uchun, so'zlarni yodlash uchun ishlatgan va ishlatayotgan usullarimni bu videoda tushuntirib beraman. Demak, videoni kirishi qisqacha tushuntirib o'taman. Birinchi o'rinda so'z yodlashga ikkita texnika o'rgataman. Bitta texnika bilan men A2, B1 darajaligimda soatiga 100, 130, 140 ta so'zlar yodlaganman. O'shani tushuntiraman. Va ikkinchisida Sprechen uchun O'zbekistondagilar uchun alohida ikkita mashq. O'zim buni qo'llayman uyda, o'shani o'rgataman. Germaniyadagilar uchun Sprechenni oshirishga alohida 3 ta mashq o'rgataman. Bu juda ham foydali. Hatto bittasini konkretniy misol keltirib o'zim mashq qilib ko'rsatib berganman. Demak, bugungi video darslik taxminan mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi va bugungi video darslik noodatiy, sababi qo'lim bilan olaman. O'shanga e'tibor bermayman. Demak, boshladik. A2 darajasida soatiga 150 ta, 130 ta, 140 ta nemischa so'zlarni yodlab tashardim va yodlagan so'zlarim umuman esimdan chiqib ketmasdi. Hattoki artikllari bilan o'zbekchadan nemischaga, nemischadan o'zbekchaga tarjimasini bexato aytardim. Xo'p, endi soatiga 130 ta, 140 ta so'zlarni qanday yodlardim? Albatta buni mnemonika orqali yodlardim. Mnemonika bu siz chet elda so'zlarni, ya'ni chet tilli so'zlarni qanaqadir obrazlarga bog'lab yodlab qolasiz. Miyangizda qanaqadir obrazlarga tasavvur qilib, uni bog'lab yodlab qolasiz. Men o'zim nemis tilini o'rganishdan oldin xotirani rivojlantirish bo'yicha shug'ullangandim. O'shaning uchun nemis tilini o'rganayotgan paytim, ya'ni o'rganishni boshlagan paytim 2022-yil may oyida xotiram pikiga chiqdi. Ya'ni soatiga 100 ta, 120 ta so'zlarni indamasdan yodlab tashardim. Chunki rosa ko'p mnemonikada mashq qilganman. Xo'p, endi mnemonikada so'zlar qanday yodlanadi va nima uchun meni esimdan chiqib ketmagan? Xo'p, soatiga qanday 140 ta, 150 ta so'zlar yodlagansiz, bu ishonarsiz eslang. Meni ustozlarim yo bo'lmasa men bilan nemis tilini o'rganganlar bu videoni ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Agar sizlar ko'rayotgan bo'lsanglar, izohlarda hay deb yuboringlar. Endi men sizlarga mnemonikani tushuntirib beraman. Sizlar ham mnemonika orqali soatiga ko'p so'zlar yodlasalaring bo'ladi. Xo'p, demak, mnemonikada biz nima qilamiz? Yodlanayotgan so'zni biz tarjimasi va uni nemischa shaklini obrazga aylantiramiz. Misol uchun, men hozir sizlarga nemis tilidagi eng qiyin 5 ta so'zni olaman. Bu so'zlarni ko'pchilik nemis tilini o'rganuvchilar hattoki B1 plus C1 bo'lsa ham bilmasligi mumkin. O'shaning uchun eng qiyin so'zlardan oldim. Sizlar mnemonika orqali oson va aniq so'zni eslab qolishlaring uchun. Birinchi so'z bizda das Blut. Das Blut degani bu qon. Das Blut qoni juda ham kamdan kam ishlatiladi va kamchilik biladi bu so'zni. Endi bu so'zni qanday yodlaymiz? Das Blut qon. Tarjimasini bildik, qon. O'sha qonni obrazga aylantiramiz, ya'ni qon tasavvur qilamiz. Endi das Blut nemischa so'zga o'zbekchada o'xshayotgan so'z topamiz. O'zbekchada o'xshayotgan so'z topamiz, chunki 100% o'xshash shart emas. Boshidagi bitta bo'g'ini ham o'xshasa bo'ladi. Misol uchun das Blut. Blutga nima o'xshaydi? Das Blut. Osmondagi bulut o'xshaydi, osmondagi bulut. Osmondagi bulut va das Blut, nemischa das Blut osmondagi bulutga 100% o'xshaydi. Demak, endi tasavvur qilamiz, osmondagi bulutda qonlar sachrab tashlaganda shu osmondagi bulutlarda qonlar bor. O'shani tasavvur qilinglar. Tasavvur qilasizlarda osmondagi bulutlarda qonlar bor, ha? O'sha qonli bulutni tasavvur qilib, das Blut tasavvur qilasizlarda, das Blut deb 5 marta sizlar tasavvur orqali so'zni yodlab qolasizlar. Tarjimasini qayerdan bilaman das Blut deyaversangiz, tarjimasini sizlar o'sha bulutdagi qonlardan nima qilgansizlar, o'sha tasavvur qilgansizlar. O'sha orqali eslab qolasizlar. Endi ikkinchi so'z bizda die Wunde. Die Wunde degani bu yara. Juda ham kam ishlatiladi o'sha B2 plus so'z. Die Wunde yara. Endi tarjimasini bildik, yara. Wundega o'xshash so'zni topamiz o'zbekcha. Die Wunde, Van Damme. Van Damni hamma ko'rgan, Van Damme kinosini. Endi Van Damni tasavvur qilamiz.
Die Wundeni tarjimasi nima edi? Yara. Endi yarani Van Damga berishimiz kerak-da. Ya'ni Van Dam obraziga yarani berishimiz kerak. Van Dam tasavvur qilinglar, yara bosib yotgan Van Dam. Yo bo'lmasam Wunden tarjimasi ham yara ham jarohat. Jarohat olgan, qo'li singan, yara bosib yotgan Van Dam tasavvur qilamiz, ha? Tasavvur qilinglar. Van Dam tasavvur qilinglar. Endi o'shanga qarab Die Wunde. Tasavvurlangi tursin-da. Van Dam turibdi, Die Wunde Van Dam. Van Damni yaralar bosib ketgan, o'sha jarohatlar bor. Endi o'shanga 5 marta aytamiz. Tasavvur qilib. Die Wunde. Die Wunde Van Dam, ya'ni yara bosib yotdi. Die Wunde. Die Wunde, die Wunde, die Wunde. Xo'p, endi 3-so'zga o'tamiz. 3-so'z bizda endi das Paradies. Das Paradies. Das Paradies degani bu jannat, ha? Paradis desang bo'ladi. Das Paradies. Jannat. Endi paradisga mos o'zbekcha so'z topamiz. Paradis, 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 paradis Prado, paradis Prado, paradis Prado. Endi paradis, jannat bilan Pradoni qo'shishimiz kerak-da. Paradis esimizda qolish uchun. Tasavvur qiling, endi jannatga Pradoda kirib ketyapsizlar-da. Endi bo'lmasligi mumkin, lekin tasavvur qilishimiz kerak. Mnemonika tasavvur orqali so'zlarni yodlash. O'sha tasavvur orqali men soatiga 130 ta eng pikida 153 ta so'z yodlaganman. Bu rekord bo'lgan. Yodlagan so'zlarim esimdan chiqib ketmagan. Endi nima qilasizlar? Das Paradies jannatida, Pradoda jannatga kirib ketyapsizlar. Tasavvur qilinglar, Paradis Prado, Paradis Prado, Paradis Prado, Paradis Prado. Jannat tursinda, jannat darvozasiga kiryapsizlarda, o'sha Prado bilan kiryapsizlarda. Das Paradies Prado, Paradis Prado, Paradis, 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 das Paradies, das Paradies, das Paradies. Xo'p, demak 3-so'z. Endi 4-so'zga o'tamiz. 4-so'z bizda die Sünde. Die Sünde degani judayam ayni plus so'z, bu gunoh degani. Die Sünde gunoh. Endi tarjimasini bildik-a, gunoh. Unga o'xshash o'zbekcha so'z topishimiz kerak. Die Sündega. Zünde, 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 zindon. Zünde, zindon, zünde, zindon, zünde, zindon, ha? O'xshaydi, zindon, zindon, o'sha qamoq, zindon. Endi zünde gunoh, ha? U gunoh o'zi mavhum so'zda. Endi gunohni biz o'zbek tilida obrazga aylantirib olishimiz kerak. Qanaqadir gunohi ko'p odamlar, misol uchun men o'zimda ham gunohim ko'pda. Men o'zimda aytaylik, men o'zim gunohlarim sababli zindonda o'tiribman-da. Shu gunohlarim yonimda turibdi, nimadirlar turibdi, qilgan ishlarim o'sha sababli zindonda o'tiribman, tasavvur qilyapman. Bu prosta yodlash uchun-da, qo'rqib ketmanglar, "Voy, bu nima bo'lyapti" deb. Yo'q, umuman qo'rqmanglar, bu prosta so'zni yodlash uchun. Xo'p, zindonda o'tiribman, endi aytaman, die Sünde, ya'ni gunohlarim sababli zindonda o'tiribman, o'sha gunohlarim turibdi. Die Sünde, zindon, die Sünde, die Sünde tasavvur qilib, die Sünde, die Sünde, die Sünde, die Sünde, die Sünde. Zindon gunoh, ha? Xo'p, endi bizda 5-so'z oxirgisi die Hölle. Die Hölle, Hölle, omlaut bor. Die Hölle. Hölle degani bu do'zax degani, jahannam degani. Ya'ni do'zax deymiz-ku, jahannam. Jahannam die Hölle. Die Hölle. Endi biz Höllega o'xshash o'zbekcha so'z topishimiz kerak. Qaytaraversak chiqadi. Hölle, Hölle, Hölle. Hola to'g'ri keladi. Hölle, hola. Yo bo'lmasam Hölle, holva. Hölle, holvani olamiz, ha? Die Hölle, holva. Xo'p, jahannamni tasavvur qilamizda, hamma joyda holvalar erib, yonib ketyapti-da. Shuni tasavvur qilamiz-da, tasavvur qilamiz, hamma joyda holvalar erib, yonib ketyapti. Endi aytamiz, die Hölle. Die Hölle. Ya'ni Hölleda holvalar erib yonib ketyapti. Hölle bu jahannam. Die Hölle. Die Hölle. Die Hölle. Die Hölle. Aynan mana shu usul orqali men soatiga 140 ta, 150 ta, 130 ta so'zlarni eslab qo'yganman. Oson eslab qo'yganman. Endi aytishlarim mumkin. Shahzod, bu usul vashti qiyin ekan. Bu usulda hozir sen bizga tushuntirib bering, lekin hamma so'zga o'xshash topa olmaymiz-ku. To'g'ri, o'xshash topa olmaysizlar, lekin 100% o'xshash bo'lishi ham shart emas. Birinchi bo'g'imni o'xshasa bo'ldi. Birinchi so'z yodlash usuli bizda demak mnemonika ekan. Mnemonika orqali men so'zlarni yaxshi eslab qo'yganman va xulosa qilib aytganda, mnemonika so'zlarni aniq eslab qolishga juda ham yordam beradi. Obraz orqali tasavvur qilib eslaysan. Xo'p, birinchi o'rinda biz yodlagan so'zlarimiz das Blut yodladik, Wunden yodladik, die Hölle, das Paradies yodladik, yo bo'lmasam die Sünden yodladik. Yodlagan so'zlarimiz hammasi B2 plus S1 so'zlar. Atayni qiyin so'zlarni sizlarga mnemonika orqali yodlatdim eslab qolishlaring uchun. Xo'p, men qiyin so'zlarga qanday o'zbekcha o'xshash so'zlar topdim? Men ancha ko'p ishlatganman mnemonikani, o'shaning uchun oson bo'lib ketgan. Xo'p, endi qisqacha xulosa qilsak, mnemonika qanday bo'ladi? Das Blutni oldik. Blut, das Blut bu qon.
Endi dasplutga o'xshaydigan so'zni topdik o'zbekchasiga. Dasplutga blut o'xshaydi ekan. Divun degan nima o'xshaydi ekan? Vandam o'xshaydi ekan. O'xshash so'z topdik. Demak, hamma so'zlarni sizlar nemischa so'zlar yodlayotganlaringda o'zbekcha o'xshash so'zi bor. 100% o'xshash bo'lmasa ham, boshidagi bitta, ikkita bo'g'ini o'xshasa bo'ldi. O'xshash so'z topasizlar, keyin o'shani tasavvur qilib, misol uchun bulutga bog'lab yodlaydigan qonni bulutni tasavvur qilib, qonab yotgan, qon sachrab yotgan bulutni tasavvur qilib, dasbulut deb yodlang. Sizlar ham qolgan so'zlarni shuni yodlaysizlar. Boshida birosa sekin bo'ladi. Chunki misol uchun sportni boshlaganlaringda, yugurishni boshlaganlaringda ham sekinroq yugurasizlar. 1 oy, 2 oy, 3 oy yugurib davom etsang, davomiy qilsalaring, sizlar tez yugurishga chiqasizlar. Birdaniga tez yugurib ketmaysizlar. Bu narsaning iloji yo'q. Xuddi so'z yodlashda ham mana shunaqa. Men o'zim bu usulni, mana shu mnemonikani qancha ishlatganman? Nemis tilini boshlashdan oldin 3 oy ishlatganman va nemis tilini boshlash paytiga kelganman. O'sha 2022-yil may oyida nemis tilini boshlagan bo'lsam, o'shanda men fevralda boshlaganman bu usulni ishlatish, yo fevral yo dekabrda, adashmasam 3-4 oy. Xo'p, va 4 oy davomida men bu usulni ingliz tilida ishlatganman. Rosa inglizcha ko'p so'zlar yodlab tashlayman. Nemis tilini o'rganishni boshlash kelganimda, uje men bu usulni avtomatik tarzda qo'llab tashardim. Ya'ni soatiga 120 ta, 130 ta so'zlarga chiqdim. Va o'sha orqali mana shu mnemonika orqali so'zlarni umuman esimdan chiqarmasdim. So'zlar 100% esimda qolardi. Men bilan nemis tilini o'rganganlar bo'lsa, shu yerda oramizda ko'rayotgan bo'lsa, izohlarda hay deb yozib olinglar. Xo'p, xursand bo'laman. Bormisizlar? Xo'p, chunki sheriklarim, meni taniyotgan insonlar, hamkasblarim biladi qanday o'rganganimni. Xo'p, demak, birinchi usul mnemonika. Endi ikkinchi usul men hozirda ishlatyapman. Bu tushunish va qo'llash orqali yodlash. Tushunish va qo'llash orqali yodlash. Men hozir soatiga 100 ta, 200 ta, 150 ta so'z yodlaganim yo'q. Chunki buncha ko'p so'z foydasiz agar uni ishlata olmasak. O'shaning uchun men bu mnemonikadan hozir unchalik ham ko'p foydalanmayapman. Oldin men so'zlarni tushunib olyapman. Qayerda ishlataman, qanday ishlataman, nimaga kerak bu so'z. Tushunganimdan keyin u so'zni men ishlatyapman. Schreibenda, sprechenda gaplar tuzib rosa ko'p ishlatyapman. U so'zlarda tekstlarda ko'ryapman. Ya'ni o'sha orqali so'zni kontekst orqali kelishini o'rganyapman. Bunda men hörenim, lesenim oshadi va undan tashqari so'zni men aktiv qilyapman. Misol uchun bitta yodlangan so'zni men sprechenda bemalol qo'llay olaman va o'shaning uchun aynan ikkinchi usuldan hozir foydalanyapman. Ikkinchi usul bu tushunish va qo'llash orqali yodlash. Hozir men sizlarga misol ko'rsataman daftarimdan. Endi qaranglar. Ikkinchi usul so'zlar yodlashda tushunish va qo'llash orqali yodlash. Vergeben so'zi bu kechirmoq. Kimdirda nimadir uchun xatosini kechirmoq, gunohini kechirmoq, o'shanaqa. Xo'p, ich vergebe dir deine Fehler. Ya'ni men seni xatolaringni kechiraman. Ich vergebe dir deine Fehler. Endi buni biz yana qanday ishlasak bo'ladi? Kechirmoq. Nimani kechirmoq? Buni tushunishimiz kerak va qo'llab ishlatishimiz kerak. Aynan o'quvchilarimga ham shunday qilyapman. Demak, birinchisida ko'rdik, xatolarni kechirmoq deb keladi. Ikkinchisida Allah, vergib meine Sünde. Alloh meni nimalarimni kechir, gunohlarimni kechir. Ikkinchi so'z yodlash usuli aynan tushunib, ishlatib, qo'llab so'zlarni yodlash ekan. Buni men sizlarga hozir misollar bilan tushuntirib berdim va uchinchisida men nima qilyapman endi qaranglar. Xo'p, tushunib so'zlarni qo'llab yodlash, aynan shuni ishlatyapman va mnemonika. Men soatiga 120 ta, 130 ta so'zlar yodlagan usulim. Sizlarga hozir B2+ C1 so'zlarini o'rgatdim, qiyin so'zlarni. Xo'p, o'rgatgan aytmoqchi, mnemonikada o'rgatgan so'zlarim eslaringda qoldimi? Izohlarda yozinglar. Mnemonikada o'rgatgan so'zlarim, dasplot, vunda eslaringda qoldimi? Tarjimasini yozib qo'yinglar. Izohlarga tarjimasi bilan, artikl bilan yozib qo'yinglar. Bitta ko'raylik mnemonika kuchini. Bu juda ham menga qiziq. Xo'p, demak, men mnemonika orqali oldin ko'p so'z yodlaganman va hozir tushunish va qo'llab ko'rish orqali so'z yodlayapman. Endi men hozir nima qilyapman? Tushunish va qo'llash orqali yodlash va mnemonikani qo'shyapman. Qo'shyapman degani nima? Birinchi oldin so'zni men 15 ta so'z kuniga yodlasam, so'zni tushunib olaman. Qachon ishlataman? Misol uchun vergeben, gunohlarni kechirmoq, Gunohlarni kechirmoq, Sünde vergeben, xatolar kechirmoq, Fehler vergeben, o'shanday tushunib olaman oldin. Qaysi so'z bilan keladi u fe'l? Qayerda qo'llaymiz? Endi uni men ishlataman. Schreibenda, sprechenda ishlataman. Va endi birinchi tushunib oldim so'zni, ikkinchi uni ishlatib, uchinchisida mnemonika orqali yodlayman. Uchinchi etapda yodlayman. Nimaga birinchisida yodlamayman? Chunki so'zni tushunmasam, so'zni ishlata olmasam, uni yodlashning keragi yo'q. O'shaning uchun hozir shu xulosaga keldim. 15 ta so'z yodlayman, 20 ta so'z yodlayman,
u so'zlarni men sprechenda ishlatay, u so'zlarni men schreibenda ishlatay, u so'zlarni men xuddi nemislardek o'ylamasdan avtomat ishlatay degan qarorga keldim. Shuning uchun hozir men tushunish orqali va qo'llash orqali yodlash va mnemonikani qo'shib ishlatyapman. Oldin so'zni tushunib olaman, keyin uni rosa ishlataman, undan keyin uni yodlab olaman. Va mana shu usul menga hozir yordam beryapti, aynan C2 Goethe imtihoniga tayyorgarlik ko'rishga. Va sizlarga ham bu usulni men tavsiya qilaman. Bu so'zlarni yodlash usuli edi. Endi biz Sprechni ko'rib chiqamiz. Sprechni uchun ham sizlarga ikkita top zo'r maslahat beraman. Demak, Sprechni uchun birinchi O'zbekistonda nemis tilini o'rganayotganlarga maslahat beraman. Sprechni uchun birinchi beradigan maslahatim nima? O'zim ham bu maslahat, ya'ni bu ishni qilaman. Birinchi maslahatim bu eshitgan, ko'rgan, o'qigan narsalaringizni aytib berish. Misol uchun hozir men mana bu yoqda C2 kitobim turibdi. C2 darajasidagi matnlarni o'qiyapman, test yechyapman lezimda. O'sha yechgan testlarimni aytib beryapman o'zimga. Nimani tushundim, qanaqa so'z uchratdim, nima haqida bo'ldi. Yo bo'lmasa men rosa ko'p podkast eshitaman. Yo'lda ketayotganimda, zalda mashq qilayotganimda eshitaman. Dars o'tishdan oldin podkast eshitaman. Yo bo'lmasa ertalab turgan ovqatlanayotganimda ham podkast eshitaman. O'sha podkastni eshitganlarimni aytib beraman. Kecha emas, bugun o'quvchim bilan gaplashdim. Shifokor o'quvchim bilan miya haqida suhbatlashdik. Xotira haqida, gippokamp haqida va Alsgeymer kasalligi haqida gaplashdik. Ular neyroxirurg edi. Juda ham suhbat qizib ketdi. Va o'shanda, ya'ni o'quvchim bilan gaplashganimda ham nemischa eshitgan podkastimda aytib berdim. Men bu ishni doim qilaman. Demak, birinchi o'rinda Sprechni oshirish uchun biz eshitgan, ko'rgan, o'qigan narsalarimizni nemischasiga aytib berishimiz kerak. Voy, buni men o'zim qilaman. O'shaning uchun sizlarga aytyapman. Bu qayerdandir yulib olingan narsa emas. O'zim ishlatib, tajribada qo'llab, qanaqadir umuman boshqacha usulni tajribada qo'llab boshqacha usulga aylantirib, o'shani aytib beryapman sizlarga. Demak, birinchisi eshitgan, ko'rgan, o'qigan narsalarimizni, hattoki kundalik hayotimizda bo'lgan narsalarni ham nemischasiga aytamiz. Aytib beramiz. Farqi yo'q, kim bo'lsa ham, o'zimiz ham bo'laveradi. Ovozli qilib xabar qilib yozsak ham bo'laveradi. Bu bir. Endi ikkinchisi, ikkinchi Sprechen mashqi, bu juda ham zo'r foyda beradi. Bu mashq nima deslaring, Amerikada fizikadan, o'sha kvantiviy fizikani o'qitish bo'yicha olim kishi bo'lgan. Ularning ismi Richard Feynman. Richard Feynmanni hamma taniydi. Unaqaga kirib yozsalar ham bo'ladi. Google'da qidirsalar ham bo'ladi. Nobel mukofoti sovrindori Richard Feynman. U kvantiviy fizika, ya'ni kvantiviy fizika juda ham qiyin fizika. O'sha fizikani oson tilda odamlarga tushuntirib beruvchi bo'lgan. Ya'ni u tushuntirib berish bo'yicha chempion bo'lgan. O'qituvchilik deymiz-ku, o'qituvchilarning chempioni bo'lgan u inson. O'sha Richard Feynman aytadiki, siz bitta mavzuni yaxshi tushunganingizni qaytaman bo'lasiz. Qachonki o'sha tushungan, o'rgangan mavzungizni 5 ta 6 ta gap bilan boshqa odamga tushuntirib qo'ysangiz, sodda qilib tushuntirsangiz, yo bo'lmasa 10 yoshli, 9 yoshli bolaga sodda tilda tushungan narsangizni tushuntirib qo'ysangiz, o'shanda siz yangi mavzuni yaxshi tushungan bo'lasiz deydi. Endi ikkinchi mashqda men Richard Feynman texnikasidan foydalanaman. Aynan o'sha olimning texnikasi, bu Feynman texnik deyiladi. Men bugun o'rgangan so'zlarim, bugun o'rgangan grammatikam, bugun eshitgan maslahatlarimni boshqa odamga tushuntiraman. Qaranglar, mana bu dars qiladigan joyim. Men aytdim, men nashta dars qilaman. Dars qiladigan joyim. Nashtadan kimdirni yasab olaman-da. Nashta kimdir turibdi-da. Nashta kimdir turibdi. O'sha yerdagi odamga aytib beraman. Xuddi nashta kimdir-da, o'quvchim, yo bo'lmasam qanaqadir insondir, qanaqadir oila a'zom, yo bo'lmasam jiyanim, kimdir tasavvur qilaman, aytib beraman. O'quvchimni ko'pincha tasavvur qilaman-da, unga tushuntirishga harakat qilaman. Nemischaga tushuntiraman. Misol uchun, yangi o'rgangan so'zlarni unga tushuntiraman. Maytda ishlatasan, mana misol, mashinada ishlatasan, mana misol, bunaqa C2 imtihonda shunaqa qilish kerak ekan, bunaqa bo'ladi ekan. Ausspracheda misol uchun Sprechen deylar ekan, Sprechen emas, Sprechen yo bo'lmasam üben deylar ekan deb tushuntiriib nemischalab gapirib beraman. O'rgangan grammatikamni o'rgataman nemischalab, yodlangan so'zlarimni rosa ishlataman, tushuntiraman, eshitgan narsamni tushuntiraman. Bunda tushuntiraman. Aytib bermayman, shunchaki tushuntiraman. Va mana shu menga Sprechenni oshirishga yordam beryapti va tushuntirish jarayonida menga so'z boyligi yetmay qoladi. O'shanda yozib olaman, falonchi fistonchi so'zlar bilmayman ekan deb
va grammatikada xato qilaman. O'shani ham yozib olaman. Ya'ni so'z borligiga yetishmay qolar, grammatik xatoligiga yetishmay qolar yozib olaman. Demak, xulosa. Tak, ikkita metodika. Birinchisi eshitgan, ko'rgan narsalaringizni nemis tilida aytib berasiz. Ikkinchi metodika Richard Feynman texnik. Siz o'rgangan grammatikangiz, o'rgangan so'zlaringiz, o'rgangan universitetdagi yo o'qishdagi yo boshqa kursdagi narsalaringizni nemischasiga aytib berasiz. Farqi yo'q, nima bo'lsin, nemischasiga tushuntirishga aytib berasiz. Xo'p, ustoz darajam A2, B1 so'zi yetmay qoladi. Yetmay qolganini o'zbekchalab ishlatib yuboring. Misol uchun, men sizlarga bugun dinozavrlarni tushuntirib beraman. Dinozavrlar bilmaysizmi? Men sizlarga bugun dinozavrni tushuntirib beraman. Dinozavr o'zbekchalab aytib ketaman. Ich möchte euch heute Dinosaur erklären. O'shanaqa deb aytib ketaverasiz. Endi bilmagan so'zingizni o'zbekchasiga aytib keting, keyin u so'zni yodlab olasiz. Muhimi bitta siz o'sha tushuntirishga harakat qilishingiz, muhimi bitta siz nemischa gapirishga harakat qilishingiz. Va mana shu ikkita usul sizlarga zo'r yordam beradi. Germaniyadagilar uchun Sprachenni rivojlantirishga alohida ikkita mashq. Birinchi mashq Germaniyada siz qaysi shaharda yashashingizdan qat'iy nazar, katta shaharlarda ayniqsa, misol uchun Berlin, Hamburg, München, o'shanda Bremen, Frankfurt, o'shanaqa shaharlarda Sprachkafe bor, til kafesi deyiladi. Sprachkafe deb Google Map'ga yozsangiz chiqadi. U kafelarga borish, kirish, choy ichish umuman bepul. O'sha Sprachkafe bo'layotgan kuni borasiz, aytgan nemis tilini o'rganuvchilar keladi, boshqa o'sha rus, arab yo bo'lmasam turklar, o'zbeklar, qirg'izlar keladi, qozoqlar o'tirasizlar va nemis tilida suhbatlashasizlar. U yerda o'sha nemis tilida so'zlashuvchi, ya'ni ona tilisi nemis bo'lgan insonlar ham bor-da, haqiqiy nemislar bor. Ular bilan gaplashasizlar, choy ichasizlar, bir piyola choy ustida suhbat qilasizlar. Buni o'sha Berlinda hozir yashayotgan o'rtog'im qilgan. Ya'ni Sprach kursga keluvdi ular Germaniyaga, ular shunaqa narsani qilgan. Men ham ular bilan borganman. Ya'ni birinchisi Sprachkafe. Ikkinchisi Germaniyada yashayotganlar uchun, ya'ni birinchisi Sprachkafega biz borganmiz, ko'rganmiz, o'rtog'im qilgan, o'sha o'zim ham borib ko'rganman, o'shaning uchun buni sizlarga tavsiya beribman. Ikkinchisi bu sizlar fitness kurslariga boshlagan bo'ladi. Misol uchun men FitX ga boraman, u yerda har xil kurslar bo'ladi. Kursga borishga men vaqtim yo'q. Afsuski ishlarim juda ham ko'p. Imtihonlarim bor, vaqtim yo'q, shu sabab bormayman. Kurslarga borsalar bo'ladi. U yoqda nemislar ko'pincha ishtirok etadi, qatnashadi. Nemisdan o'rtoq va tanish orttirasiz, o'rtoq orttirasiz, yerda gaplashasiz, sprechingizga praktika bo'ladi. Va uchinchisi, men yaxshi ko'raman deydi-ku, ich liebe das, ich mag das. Uchinchisi bu Germaniyada bilasizlar, uysizlar juda ham ko'p, ko'chada. O'sha uysizlarga misol uchun sizlar qanaqadir ovqat yo shirinlik yoki nimadir olib borib bersalaring, ular sizlar bilan albatta spreching qiladi, ular sizlar bilan albatta gaplashadi va eng muhimi oldin mavzuga tayyorgarlik ko'rib, men nima qilaman? Misol uchun uysizlar bilan borib gaplashganman. O'sha videoga ham bo'lganman, hozir qo'yaman. Bundan keyin chiqadi video. Hozir bundan keyin tushuntirib bo'lganimdan keyin uysizlar bilan gaplashish uchun nima qilasizlar? Oldin sizlar mavzularni o'rganib olasizlar. Misol uchun bugun 2-3 ta mavzuni oldingiz, o'shanda so'z yodlaysiz, grammatikani yodlaysiz, ozgina tayyorgarlik ko'rib oldingiz. Endi borib qaraysiz, yaxshiroq gapiradigan uysiz topib, unga misol uchun qanaqadir ovqat, non bersangiz, qanaqa uysiz bo'lishidan qat'iy nazarda ko'chadagi odamlar bor-ku, o'tiradi. Non berasiz, non bermasangiz ham yaxshi gapirsangiz, muomalangiz yaxshi bo'lsa gaplashadi va o'sha yozib olgan mavzularingiz praktika qilasiz. Bu yoqda siz o'sha so'z yodlaganingiz umuman boshqa narsa, u yoqda haqiqiy nemis bilan gaplashib praktika qilganingiz boshqa narsada. Chunki undan motivatsiya olasiz. Fikringizni nemislarga tushuntirib berishingiz, siz nemis tilida gaplaringizni gapirib, fikrlaringizni gapirib, nemis tilida boshqaga yetkazib berishingizni ko'rib motivatsiya olasiz. Zack. Also, hallo. Hallo, Wie alt bist du? ich bin 53. Und wo bist du geboren? Geboren bin ich in der Ukraine, aber lebe seit 48 Jahren in Deutschland. Seit 48 Jahren bist du hier. In Deutschland, ja. Wow, sehr schön. Und was machst du hier in Deutschland? Ich bin im Reisegewerbe tätig. Wow, sehr schön. Und hast du, wann arbeitest du ungefähr? Also im Sommer, im Winter? Ich arbeite von März, Anfang März, so bis Ende Dezember. Ja, und es gibt so viele Leute oder es gibt meine Follower oder Mitschüler, die gerade in Deutschland sind, die möchten mit Deutschen reden, ja, aber die haben Angst auf jeden Fall davor, draußen mit Leuten zu liebe sprechen. Kinder, das braucht ihr nicht haben, um Himmels Willen. Ihr könnt gerne auf einen zukommen und auch ruhig mal was fragen. Ja. Wir sind offen, wir sind freundlich. Ja. Wir sind so drauf, wenn man freundlich auf uns zukommt, dann kriegt ihr auch eine freundliche Antwort zurück. Ja, wie ich, ja? Ja, also, genau. Wie viele Stunden haben wir gesprochen? 2 oder fast?
Ja, Über 2 Stunden, ja? über 2 Stunden Über unterhalten wir uns jetzt Deutschland, schon über fast. Kinder, Genau. über das Ja. Schulsystem, ja, über die Richtig, Arbeit, ja, richtig. über das Leben, ja. Genau. Und ich bin freundlich, nicht böse mit dir, ja. Nein. Und dann bist auch, Einwandfrei, genau. ja, genau. Und du bist auch offen, nicht geschlossen, du bist Nein. auch freundlich, ja. Ja. Man muss einfach kommen und mit guter Und Laune. einfach gerne mich ansprechen, wenn man gut drauf ist. Einfach kommen, einfach mich ansprechen, fragen. Kriegt Ja. man gerne auch eine Antwort zurück. Ja, und also du hast schon deutsche Sprache gelernt und du sprichst wie Muttersprachler, ja, genau, also sehr gut Deutsch. Und was kannst du meine Follower empfehlen, damit sie auch wie ein guter Papagei auf Deutsch reden? Zum Beispiel, ich habe viel Kontakt zu Deutschen gehabt. Ja, Hab auch dann mal, wenn ich eine Frage hatte, einfach höflich angesprochen, gefragt. Hab auch Kontakt gesucht zu deutschen Freunden. Mittlerweile bin ich sogar selber einfach mit einer Deutsch verheiratet und so habe ich auch dann viel Deutsch gelernt und immer nur Deutsch gesprochen. das bedeutet, wenn man nach Deutschland kommt, muss man immer mit Deutschen reden, ja? Und man muss Also man ich keine, sag mal, keine nicht Angst immer, vor Fehlern haben, genau, ja? Fehler keine machen. Angst Ja, haben. weil Einfach- Deutsch ist nicht unsere Muttersprache, wir machen sowieso Fehler, ja, bei Sprechen. Fehler machen wir Deutsche auch. Es gibt kein Mensch auf der Welt, der fehlerfrei ist. Jeder Mensch macht mal einen Fehler. Ja. Und dafür sind wir da, zum Lernen. Genau, deswegen sollten Sie auch keine Angst vor Fehler machen haben, ja? Richtig, Ja. richtig. Was kannst du dich für meine Follower wünschen? Viel Erfolg, Ja? viel Gesundheit und dass ihr vor allem auch mal offener werdet und euch traut, auch mal andere Leute anzusprechen. Ja, genau. Ja, viel Erfolg. Also Sie sollten Gas geben, ja. Sie sollten offen und freundlich werden, damit Sie auch draußen mit anderen auf Deutsch reden können, ja? Ja, und auch mal ruhig trauen, sie anzusprechen. Genau, ja. Dann tschüss. Tschüss! Hozirgi turgan joyim Chemnitz markazi, ya'ni sentrali haltestelle, ya'ni markazi. Bu tomonda galereya bor. Shuni orqasida targoviy sentrlar borda, shu markaz. Bu tomonda cherkov va o'sha tarixiy binolari, universitet binosi bor. Va men qayerdan topdim? Uysiz insonlar. Mana shu tomondan borib topdim va ozgina qo'limdan kelgancha yordam berdim. Undan keyin taxminan 3 minut yo 3,5 minut suhbatni videoga yozib oldim va undan tashqari biz nima qildik? 1,5 soatmi, 2 soat suhbatlashdik. Juda ham zo'r bo'ldi. Germaniyaga kelmoqchi bo'lganlar uchun chotki bunaqa bo'ladi, praktika bo'ladi. Bu video darslik sizlar uchun maksimal foydali bo'ldi deb o'ylayman. Sababi hozir o'zim ishlatayotgan Sprachendagi ikkita ajoyib texnikani O'zbekistonda o'rganayotganlar uchun alohida, Germaniyadagilar uchun alohida o'rgatdim va ikkita so'z yodlash usulini o'rgatdim. Uni o'zim ham hozir ishlatyapman. Xudo xohlasa YouTube blogimda mana shunaqa video darsliklar va katta intervyular chiqishda davom etadi. Bu hali boshlanishi. Xudo xohlasa imtihonlarim tugasa, imtihonlarimni o'tib olsam, biz katta intervyular olamiz. Xudo xohlasa keyingi sonlari meditsina haqida, ya'ni Germaniyada meditsinani bakalavrini, tibbiyotni bakalavrini Germaniyada o'qish va Germaniyada IT sohasida Ausbildung qilish, universitetda o'qish va shunaqa sohalarda xudo xohlasa o'sha Germaniyada o'qiyotgan, Ausbildung qilayotgan yurtdoshlarimiz bilan intervyular olamiz. Bu juda ham qiziqarli va juda ham foydali bo'ladi, chunki Ferienjobga olgan sonimizdek bo'ladi. Ya'ni qanday ham o'qiyotgan joyini, ham ishlayotgan joyini, ham o'sha yashayotgan shaharni, ham kvartirasini, hammasini xudo xohlasa ko'rsatamiz. Bu yanada qiziqarliroq, yanada aniqroq va yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishga, ya'ni ko'ruvchilarga ko'proq ma'lumotga ega bo'lishga yordam beradi. O'shaning uchun videoni qo'llab-quvvatlanglar, izohlarda fikrlarni yozib qolinglar. Bugun nechta metodika o'rganinglar, misol uchun so'z yodlab qolishga, o'shalarni yozib qoldiringlar. Ya'ni u yozib qoldirganlaringni Richard Feynman texnikasini qilasizlar, o'zlaringiz yaxshiroq tushunib olasizlar. Menga esa izoh ko'payadi, videom tezroq to'pga chiqadi, yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni ijodim davom etadi, davom etsa bu sizlarga foyda. Va undan tashqari yodlagan so'zlaring, bugun so'z o'rgatdim, B2 plus C1 plus so'zlarni, o'shalarni yozib qoldinglar izohlarga va o'sha sprechen, o'sha so'z yodlash mashqlarini ishlatib foyda olganlardan keyin baribir izohlarda yozib qoldinglar. Bu menga motivatsiya bo'ladi. Mana shu blokni davomiy qilib borishga, ya'ni davomiy videolar qilishga, davomiy intervyular qilishga. Shunaqa do'stlar,
Va bundan tashqari bitta narsani eslatib qo'yay. Telegram kanalimda har oy 3 ta 4 ta dars bo'ladi. Shunchaki bepul dars bo'ladi va o'zim kitoblardan o'rgangan narslarim, Germaniya hayoti haqida yozib boraman. Postlar juda ham foydali bo'ladi. Atpisaniyada Telegramning naqasi bor, silkasi o'tsalar ham bo'ladi. Shuni aytmoqchi edim. Xudo xohlasa sizlar bilan keyingi video darslikda yo bo'lmasam keyingi intervyuda ko'rishamiz. Xudo xohlasa keyingisi yo video darslik bo'ladi yoki juda ham katta 1,5 soatlik intervyu bo'ladi. Sog'-omon bo'linglar, ketkizgan vaqtlaringiz rozi bo'linglar va albatta o'rgangan narsalaringizni amalda qo'llanglar.